Assalomu alaykum hammaga. Bugun Xalq banki INPS отчетini topshirishni o'rganamiz. Buning uchun avvalo Xalq banki INPS отчет saytiga kiramiz. Firmaga tegishli bo'lgan shaxsiy kabinetga kirib, avvalo agar birinchi marta topshirilayotgan bo'lsa, anketa qismidan ishchilarni kiritib qo'shib olishimizga to'g'ri keladi. Buning uchun esa ishchilarning PNF'ini olib, uni nomer INPS ga qo'yamiz va izlashni bosamiz va ishchilarning o'zi kelib chiqadi va uni qo'shib dabavit qilib olamiz. Shu orqali ishchilarni hammasini qo'shib olganimizdan keyin dabavit reestr qilamiz. Sazdat qilib, agar birinchi marta topshirilayotgan bo'lsa 01, ya'ni birinchi reestr qilamiz va o'sha qaysi oyga topshirilayotgan bo'lsa, o'sha oydagi hisobotdagi ishchilar sonini ko'ramiz. Bizda 4 ta. Demak, endi davriga qaysi oydagi topshirilayotgan bo'lsa, o'sha oydagini qo'yiladi. Biz hozir sentyabr oyini topshiryapmiz. Ya'ni sentyabr oyidagi daromad soliq hisobotdagini ochib, o'sha yerda qaysi ishchiga qancha oylik yozilgan bo'lsa, o'sha kiritiladi. Demak, xo'sh, data reestr o'zi avtomatik shakllanadi. Saqlanib bosiladi. Saqlanib bosilgandan keyin xuddi mana shunaqa kelib chiqadi straka va endi qaysi ishchiga qancha yozilgan bo'lsa, o'shani kiritamiz. Buning uchun сотрудник bo'limini bosamiz va ishchilarni tanlab olamiz. Va dabavit bosiladi. Ishchilar tanlab olingandan keyin ularga o'sha oyda qancha oylik yozilgan bo'lsa, o'sha oyliklarni yozib chiqamiz. Birinchi bo'limga, razmer dohoda bo'limiga hisobotda qancha oylik yozilgan bo'lsa, o'sha yoziladi va manba vznos bo'limiga esa o'shani 0.1% avtomatik hisoblanib tushadi. Hamma ishchilarga yozib chiqamiz birma-bir. Va saqlanishni bosamiz. Saqlanib bosildi. Saqlanib bosilgandan keyin VS reyestrga o'tamiz. VS reyestrga o'tilgandan keyin mana bu status holatini ko'ramiz. Bu hozir video bo'lib turibdi, ya'ni bu hali o'tmadi, hali jo'natilgan yo'q. Endi va chap tomondagi действий bo'limi bosiladi. U yerdan esa jo'natishga o'tiladi. Va utverdit bosilib ko'ramiz. Va mana status holatini ko'rishimiz mumkin va jo'natildi.